Assalomu alaykum barchaga. Mana YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xo'p, bu videoda sizlarga ajoyib bir proyekt ko'rsatib o'taman. Bu proyekt orqali bizani oddiy mana shu noutbukli kompyuterimiz orqali oddiygina hech nima qilmasdan pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni noutbukimizda internetga ulangan holda bo'lsa bo'ldi. Mana shu dastur o'zi bizga pul ishlab beradi va buni isboti bilan ko'rsatib beraman. Xo'p, pul ishlash yo'li juda ham oddiy. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir menda mana shunaqa brauzer ochiq turibdi. Bu yerda mana o'sha 4 rubl, 35 rubl ishlagan va umumiy hisobda 110 rubl, ya'ni 100 rubldan ko'p pul mana shunga o'sha ishlab qo'ygan do'stlar. Mana shu narsani ishlatib qo'yganman. O'zi mana shunaqa qilib turaveradi. Buni bemalol mana bunaqa yopib qo'yib, xohlagan eshiklarni qilsanglar bo'ladi. Xohlasangiz Telegram, YouTube, xohlagan bir nimalarni ishlatsanglar bo'ladi. Bu o'zi orqa fonda mana shunaqa sizga pul ishlab beradi, rubl ishlab beradi. Dasturni o'rnatish juda ham oddiy, oson. Buni qiyin deb o'ylamanglar. Video boshida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar albatta hammasini 100% tushuntirib ko'rsatib beraman. Xo'p, buni ustanovka qilish, o'rnatish uchun juda ham oddiy. Buning uchun brauzerga kiramiz. Xohlagan bir Microsoft Edge, Google yoki Chrome mana shu joyga kirib, bu yerga Firefox deb yozamiz. Ya'ni bizga Firefox brauzer kerak bo'ladi. Firefox brauzerini skazat qilish bosamiz. Mana Softonikdan Mozilla Firefox chiqib keldi. Shu yerga kiramiz. Mana skazat бесплатно для Windows, ya'ni для Windows, ya'ni bizani o'zimizni Windows uchun skazat qilib olamiz va bu narsani ustanovka qilamiz. Men sizlarga skazat qilib ko'rsatib beraman. Skazatni bosaman. Skazat бесплатно bosiladi bu yerda albatta va mana yuklab olish uchun bu yerda Chrome bu yerda bizdan so'rayapti, чтобы bu viruscha bo'lish ham mumkin deb bizda antivirus ishlayapti. Shuning uchun buni download deb bosamiz. Baribir ham yuklab olsin degan narsani bosamiz. Xolos mana yuklab oldi. Buni ustanovka qilishimiz kerak. Ustanovka qilish juda ham oddiy. Firefox installer ustiga bosamiz sirazi va bizda hozir ekranda mana chiqib keladi bu yerda. Yes bosamiz. Mana shunaqa chiqadi va o'zi avtomatik tarzda bu narsani ustanovka qiladi. Menda ustanovka qilingan, men uni ko'rsatib o'tirmayman. Ustanovka qilingan, ko'rganingizdek mana menda turibdi. Firefoxga kiramiz. Sizlarda mana shunaqa brauzer ochiladi bu yerda. Xuddi shunaqa ko'rinishda bu yerda o'zining narsalarini ruxsat beradi, o'sha ruxsatlarni berasiz xolos. Xo'p, keyin sizda mana bu tepada mana shu joyda pustoy bo'ladi. Buni qayerdan ko'rsataman? Hozir menda ikkinchi Firefox mavjud. Mana shunaqa turgan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerga akkaunt qo'shishimiz mumkin yoki bo'lmasa mana bu 3 ta nuqtani bosamiz va bu yerdan settingsga kiramiz. Buni hozir mana barkinda ko'rsatib beraman. Bunda hozir bu yerga o'tamiz. Settings, sync o'tamiz va sign in ni bosamiz. Mana shu joyda biz bemalol o'zimizning Google akkauntimizni mana shu joyga ulashimiz mumkin bo'ladi. Xohlagan bitta o'zingizning Google akkauntinglarni, emaillarni yozasizlar, keyin parolini va emailingizga link beradi, o'shani bosib albatta mana shunga Google akkauntinglarni ulab olasizlar. Keyingi qiladigan ishimiz hozir men ko'rsatadigan saytga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu Firefox brauzer ichida biz mana shu sayt, ya'ni silkani bosamiz va Firefoxdan ochamiz do'stlar mana shu sayt. Bu sayt silkasini men video kommentariyada va video opisiyaga qoldiraman do'stlar. Buni oldin do'stlar Firefox ustanovka qilmasdan turib, o'zimizning oddiy Chrome'da ham ro'yxatdan o'tsa bo'ladi bu sayt orqali. Silkani bosasizlar, o'zi Chrome bo'lsa, liboy brauzerni ochadi. O'sha yerda ro'yxatdan o'tasizlar. Keyin do'stlar Firefox mana shu narsani, mana shu Firefox brauzerni kompyuterga ustanovka qilgandan keyin bu yerga akkauntingizni kiritsangiz ham bo'ladi. Sizda akkaunt ochish uchun sign up bo'ladi, akkaunt kirish uchun sign in bo'ladi. Akkaunt ochish juda ham oddiy. Sign upga kiramiz. Bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni yozamiz. Birinchisi email va parol yozamiz va mana bu joyga kapchani teramiz. Nima yozilgan bo'lsa, shuni yozamiz. 925 yozilgan va bunga galakchani qo'yib, sign up ni bosib ro'yxatdan o'tamiz. Akkauntga kirish ham xuddi shunaqa bir xil hisoblanadi. 22 mana kapchani teraman va akkauntga kiraman. Ko'rishingiz mumkin, mana bu akkauntimda 198 rubl уже yig'ilib turibdi. Saytda pul ishlash juda ham oddiy, juda ham oddiy. Mana bu joyda bizda mana surfing mavjud. Surfing bo'limiga kiramiz va bu yerda start turibdi tayyor. Lekin sizlarda bu start turmaydi. Buni bu yerda download расширение turadi. Ya'ni mana shu sayt o'zini расширенияsi ustanovka qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu joyda yozuv bo'ladi. Hozir menda ustanovka qilingan. Shuning uchun bu joyda yozuv yo'q, ko'rganingizdek. Umuman buni hozir men buni o'chiradigan bo'lsam, hozir mana remove qilamiz. Remove qildim va buni bitta update beradigan bo'lsam, mana sizlarda xuddi shunaqa yozuv bo'ladi. Download ni bosamiz va continue to installation ni bosamiz va add ni bosamiz. Endi bu yoqqa qaytamiz, bitta update beramiz. Mana start bosadigan bo'lsak, bu sirasi pul ishlashga o'tadi do'stlar. Pul ishlash juda ham oddiy. O'zi avtomatik tarzda bitta sayt ochadi. O'sha saytda bir 10-15 sekund turadi va uni yopib yana boshqa sayt ochadi. Xolos reklama ko'radi. Orqa fonda u turaveradi mana shunaqa qilib ishlab.
va sizga hisobingizga rubllar yozilib boraveradi. Bu o'rtacha kuniga menimcha 10 rublda ishlab beradi. Men o'zimga asosan shunaqa pul ishlab beradi. To'g'ri kam, lekin bu yig'ilib biror bir mayda xarajatingizni qoplay oladi 100% do'stlar. Pul chiqarish uchun do'stlar mana bu yerda request payout mavjud. Mana shu yerga kiramiz va bu yerda avto payoutni yoqib qo'ysa bo'ladi, ya'ni o'zi qanchadir summaga borganda sizga pulni to'lab beradi. Misol uchun men avto payout yoqganman va 100 rublga borganda 2 marta pul chiqarib olganman va endi buni 200 rublga qo'yib qo'yganman avto payoutni. Mana ko'rishingiz mumkin. 200 rublda turibdi. Siz ham avto payout yoqib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda change auto payout settings mavjud. O'shani ustiga bosamiz va mana bu joyga qancha bo'lganini chiqarish yozasiz. Misol 500 rubl yozishingiz mumkin yoki 1000 rubl yig'ilganda chiqarib berishni yozishingiz mumkin. Xolos, qilib yozasiz. Bu yerga pair tanlanadi. Pairdan boshqa hamyon yo'q. Va mana bu joyga pair hamyon raqamini yozasiz. O'sha katta P va qanaqadir raqamlar bilan boshlanadigan sonni yozib, bu yerga update deb bosamiz do'stlar. Ko'rganingizdek, juda ham mana shunaqa oddiy sayt do'stlar. Pul ishlash ham juda ham oddiy. O'shanaqa mana bu joyda surfing bo'limiga kirib, startni bosib qo'ysanglar, o'zi sizga pul ishlab beradi. Xolos, bu bomba proyekt hisoblanadi. Aytganimdek, videoni boshida aytganimdek do'stlar, saytda ro'yxatlash juda ham oddiy. Silkasi mana video kommentariyasida, video opisiyanasida bo'ladi. Silka orqali bosasizlar, xohlasanglar Google Chrome, xohlasanglar boshqa bir brauzerdan ro'yxatdan o'tinglar. Keyin to'g'ridan-to'g'ri mana Firefox brauzerini ustiroq qilib, bunga akkauntingizni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha sizlarga qulayroq bo'lsa albatta. Yoki bo'lmasam videoda ko'rgazganimdek, Firefox brauzerini ustiroq qilib, o'zida ro'yxatdan o'tsanglar ham bo'ladi. Xolos, bu saytimizda boshqa brauzerlarda ishlamaydi, faqatgina Firefox brauzeri kerak bo'ladi do'stlar. Barcha mana shu silkalar video kommentariyasida va video opisiyanasida bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video kommentariyasida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.